Axir o'zbek mahallada o'sgan ekanlar. Eski shahar. Hammasi kontrdan boshlaydi. Bolam, chakma. Boshingizga bir urib, Mana shundan tarbiya oldi. Sizlar bolalar движи. уже buyog'i чувство мистики. Men o'zimni o'zbek tilisiz eslolmayapman. Men вообще Yevgeniy bilan gaplashmayapman deb. Qonun ishlab ketgani aybdor bo'ldi. Hozir Qonundan chiqaylik azizcha. razziляй и властвуй degan gap. Milliard dollar ishlatiladi. Sen udondanmisan? Chunki siz rusmassiz-da. O'zi vatanim O'zbekiston bo'lsa, Qo'yga aylanib qolasan. g'alati de gapira olmayman. Biz hech narsa sotib olmaymiz. Qoch bu mashina qilib apteka do'kon apteka 2000-yillarda uxlab qolib, hozir uyg'onganimda jinni bo'lib qolardi. Onasi ichadi. Zo'r, lekin noto'g'ri. Meni hayotimga juda yomon ta'sir ko'rsatdi. Deb qolasan-da, ketdi shashlik pashlik. O'zim qopqonga tutdim-da. Erkaklarga talab qolmadi. Nimalar deb qo'ydim? Podkast deydi. Qo'llar ye on bosh kelish xotinni topolsam, mana shunaqa pul topadigan. Hoppa. Oga podkastingizga keldim. 100 talik boshqacha bo'lardi. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. Ras, bom. Звук нормально? Bu qanaqa yaxshi shotib yechib tashlaymi? Men zimniy vid bo'lib qolmaganman, bunaqada ikki qavatlar. Оно стильно. Богатый вид, брат. Богатый. Дорого, богато. Богатый. Что-то на богато. Волк с Уолл-стрит. Дорого, богато. Красиво. Ha, men ko'p tipirchilik uraman-da, aka. Я тоже не могу сидеть. Man постоянно mandayam O'tgan podkastimizda ko'ryapman deb, ancha kutingda qurtingmi? O'zimga o'zim taka qarab. Ikkalamiz bo'lamiz bu safar. Mana to'g'ri o'tirib olmayman. Bor. Eskidan. Unda normal ekan unda. Xo'sh, do'stlar. Biza tayyor. Bormi? Bitta. Super. Hammaga assalomu alaykum. Navbatdagi podkastimizga xush kelibsizlar. Sizlar bilan Abror Tursunov, Abbosxon Tolipov va Yevgeniy Bek. Ana sizlar. Yevgeniy Bek. Boya so'raganimda kim deb tanishtirganimda yaxshi inson deb tanishtirsangiz yetadi dedingiz. Albatta. Baribir hamma auditoriya sizni tanishishi kerak. Albatta. O'zingizni kim deb tanishtirgan bo'lardingiz? Men oddiy Qisqa qilib aytganda 3 ta so'z bilan. 3 ta so'z bilan qiynab qo'ydingiz, endi o'ylab o'tiring. Yaxshi odamman. Nima Yevgeniy mahalladosh. Ana ikkita so'z bilan tanishtirdik. Yevgeniy mahalladosh. Mana qanday desam bo'ladi? Instagramingiz nima edi? Qiyin nomi Instagram. Instagramni qo'yib ketamiz. Yo'q, Gramagram. To'g'ri. Gramagram. Nimaga Gramagram? Hammasi kontrdan boshlangan. Ana biz yoshligimizdan boshlanadi. Yaxshi narsadan boshlanadi. Ana. O'zi 4 ta gram degan bor edi. Nima nikim eskidan meni hech kim Yevgeniy deb chaqirmaydi. Ya'ni maktabda men o'zi aslan familiyam Fyodorov, maktabda Fyodor, maktabdan keyin Grem bo'lib qoldim, bo'ldi. Men hech kim yangi odamda kimdir men bilan tanishsa, qanaqadir 2-3 oy mobaynida hech kim ismimni bilmasdi. Ya'ni yoki Fyodor yoki Grem ikkalasidan biri. Keyin Instagramni yaratganimda Grem yozdim, bantida cho'zib qo'ydim, a qo'shib yana повтор qildim. Shu bu siri yo'q-da, oddiy. Hech qanaqa smysllari yo'q. Smysl anaqa yo'q. Men sizni Instagramdan tanidim-da. Qiziq tuyuldi realni. Shu Instagram boshlashdan o'zi вообще bu blog yurg'izishdan sizda maqsad? Pro eksperiment edi. Hech qanaqa maqsad yo'q edi. O'zi men Instagramdan boshlaganimda TikTokdan boshladim. Mana yoshlarga qo'shilib olib boshqacha bo'lay degan maqsad TikToklarga kirdim, bir ikkita video tashladim, qiziq bo'ldi. Keyin Instagramga harakat qilib, xuddi o'sha videolarni kopirovka qilib Instagramga tashladim. Odamlarga qiziq bo'lib qoldi, keyin menga ham qiziq bo'lib qoldi. Просто eksperiment, hech qanaqa pul ishlash, eksperiment bo'ldi. Mana shu bitta so'z bilan barcha harakatlarimni qanaqadir. Demak, sizga bu narsa yoqdimi? Ommaga juda yoqdi. Ko'rinish, tanilish, yoqdi. Albatta. Birinchi ko'chada tanishganda sizdagi впечатление qanaqa bo'ldi? Boshqacha. Ichingizda prям. Voy, boshqacha. Men как раз esida qoladi-yu, birinchi odam taniganda esimda. Haligacha bitta brat mustaqillikda yurdim. Bitta kontent olaman deb mustaqillikda o'sha kontent вообще o'chirib tashladim, tufta. Lekin sanfak yo'qmadi, o'xshamadi. Lekin niyatni kelib to'g'ridan bitta, misl bor edi. Неважно, bitta taksist. Mana mustaqillikni metrosida yonida pitak bor edi-yu. O'sha yerda bitta taksist, brat siz man dedim. Yo bo'ldi, kuzatib turibman, gap yo'q, brat, shunaqa. O'sha yerda bitta taksist birinchi marta tanidi, zo'r. O'zingiz qanaqa qaraysiz fanatizmga? Men sezmadim-da, hali uni qanaqadir. Ham shunaqa bor-da, shunaqa
va fanatlar to'g'risi prям ularga kirib ketib qoladi o'sha odamga. Yo'q. Siz xohlardingiz, чтобы вот именно sizni followerlar shu darajada Yo'q, sizga kirishib ketishini. men hali bu bilan, ya'ni qanaqadir uchrashib qolganman, uchrashmaganman, ya'ni bilmadim, to'g'risini javobini bera olmayman. Lekin men o'ylashim bo'yicha, lishniy narsa deb o'ylayman, albatta. Конечно, bir ko'chaga chiqib qanaqadir bemalol yura olmaysiz, chunki bitta kattaroq brat blogerim bor. Aytdim sizni kimligini reklama qilmay turaman, chunki menga pul berishmayapti. Ular qiynalib yuradi, постоянно kepkada, chunki hamma rasmga olib ko'chaga normalniy aylanishga chiqa olmayman da, albatta bu yaxshi narsa emas. Bitta shu tarafdanmi yaxshi narsa emas, или как? Личная жизнь. Например, ekranda bitta odamsiz. Ya'ni o'zingizni shaxsiy hayotingizda qanaqadir devor bo'lishi kerak, o'zingizni prostransiyasiz bo'lishi kerak. Bo'lmasa agar qiyin. Постоянно maskada yurish qiyin. Да. Sizni Instagramingiz o'zingiz hayotingizdan отличаться qiladimi, qilmaydimi? То есть есть ли эта маска у вас? Чуть-чуть. Nomiga. A tak manman, o'sha odam manman. Chunki qanaqadir hozir maska kiyib oldim, примерный bola. Yo'q, men Instagramni ko'rib o'zgarsa bir 5-10% atak manman. Почти toza hech qanaqa maska yo'q. Чисто просто харизма ozgincha qo'shish uchun. Харизма qo'shiladi, qanaqadir bir ikkita Чтоб blog был интересен. To'ppa-to'g'ri. Atak чисто o'sha odamman. Sotuv menejeri bo'lib ishlagan ekansiz. Bu professiyani o'zi anaqalari yaxshi pul topishadi. Sizda, naверное, bo'lgan o'sha pik, yaxshi pul topgan vaqtlaringiz. Men kimdan eshitgan bo'lsam-chi, ko'pchilik men shu vaqtida ko'p pul topganman degan paytidachi o'zidan ketib, nimadirlarga расход qilib, nimadir ko'chalarga kirgan, shunaqa narsalar. Sizda bo'lganmi shunaqa holat? По-моему, yo'q. Yo'q. Aynigan, maksimalni aynigan davringizni esla olasizmi? Esla olayman, да, конечно. Lekin bu hech qanaqa pulimga, oyligimga aloqasi yo'q. Bu yoshlikni, qizigan paytlari bo'lgan, atak yo'q. Bolalar bilan o'ynamay qo'y, bu Tushunarli. Yo'q, endi o'ziga именно finansiy planda. Yo'q, finansiy planingizni bilmay qolgan. Yo'q, xudo asrasin. Men shunaqa odam просто menga yoqmaydi. Aynan shunaqa odamlar, shuning uchun men ham o'zim hech qachon позволять qilmayman o'zimga. Bu ko'pincha mana bizda bo'ladigan narsa-da, paytida men shunaqa qilib tashaganman degan fikr ko'plarda bor-da. Ya'ni sizda ham bo'lishi mumkin, after office'da gaplashganingizda endi jaraq pul topganmiz, o'sha paytda men shunaqa qilib tashaganman-da, hozir endi biratan mana bunaqa bo'lib qoldi-da, hozir sal. Shunaqa narsaga o'zi qanaqa qaraysiz? O'sha odamning o'zi gapiga ishonasizmi? Yo'q, shu fikrga. Haqiqiy erkakcha fikr-da, bu erkakcha gap, ya'ni mana bu odam shunaqa qilgan bo'lsa, pul vaqtida odam qaysidir yoshdan keyin, ya'ni bir 20 yoshdan odam o'zgarmaydi. Kim nima desam, odam hech qachon o'zgarmaydi. Maska almashtiradi. Juda chiroyli maska almashtirish uchun bu opit degan narsa bor. Maska almashtiradi, zo'r gap bu, lekin odam hech qachon o'zgarmaydi. Ya'ni xuddi shunaqa pul bo'lib qolsa, yana xuddi o'sha ishni qiladi. Qiladi, gapga javob. O'zgarmaydi odam. Qilgan bo'lsa, yana qiladi. Endi человек не меняется. To'ppa-to'g'ri, ya'ni endi balkim hayotda qanaqadir tavba juda kuchli, серьезный stress, udar bo'lgan bo'lsa, balkim o'shanda ham garantiya emas, odam o'zgarmaydi. Я вообще к чему это вел? Deylu, oldin sizni tanigan odamlar hozir mashhur bo'lib ketganingizdan keyin ama bilaman buni. Ne, вы же идете к этому? Иду, конечно. Mashhurligiga qarab Juda, Xudo xolasa. Xudo xolasa yaxshi niyat. Да, mana auditoriya yig'dingiz deylu. Endiy kolичество 500 ming, 600 ming, 1 million va hokazo. Qaysidir joyda xato qilsangiz, o'sha ommani oldida o'sha xatoingizni tan olishga qodir odamsiz? Da. Shu xato, bilasizmi, men uylanganimdan keyin prav bo'lsam xatoimni tan olishga o'rgandim. Prav bo'lganingizdan xatoni tan. Shunaqa qobiliyatim bo'lmaganda уже 5 marta ajrashib ketardim xotinim bilan. Tan olishni o'rgandim. Yo, endi tan olish aytishadi, marta ishi yo'q, men tan ola olmayman xatoimni. Tan ola olmayman. Qiyin bo'ladimi, yoqmaydimi, lekin tan ola olmayman. Men bemalol anaqa quraman sizga, как o'zbekga bergandek beraman, chunki men tushunishim bo'yicha g'irt o'zbek mahallada o'sgan ekanlar. Rusbek-da. Sizlarga yangi millat hozir o'ylab topdik, ana bu. Qaysi mahalla? Sebzor. Eski shahar. Eski shaharskiy grem. Hoppa. Ana sizlarga. Oilada erkak kishining pozitsiyasi sizni nazaringizda. Shu savolni sal to'liqroq bersangiz. Va всех vazifalar. Vazifasi pul topish.
oilani sodержать qilib boqish oilani shu eng asosiy vazifasi. Asosiy vazifa. Albatta, bu eng asosiy vazifasi. Nima qilish kerak? Yani boshqa erkak bo'ldi endi. Yo'q, bo'ldi, pul topdi, bu erkak bo'lib qoldi degani emas-ku. Yo'q, tushunib turibman. Oilada opora bo'lish kerak. Ya'ni mana balkim sal shoshilib qo'ydim pul bilan. Pul bo'lmagan holatda ham erkak, haqiqiy erkak bo'lib turadi-da. Oilani ushlab turadigan odam qiyin holatlarda opora bo'lib turadi, ya'ni devor bo'lib turadi. Butun oila shu odamga suyanish kerak. Qiyin paytda ham, yaxshi paytlarda ham devor bo'lish kerak. Ya'ni bu erkak devor. Mana shu butun oila unga suyanish kerak. Любой holatda shu. Bizani paytimizda aytganingizdek mana shu holatlar bo'lganda, oilada ota, do'da va hokazo erkak kishi bu realni o'sha opora bo'lgan, aytganingizdek, devor bo'lgan. Hozirgi holatda men juda ko'p ko'raman. Не то что opora. Dunyo jinni bo'lib qolyapti. Qanaqadir zazirgalye bor-u, qanaqadir ertak bor edi, zazirgalye degan dunyo qanaqadir boshqa ranglarda-da, odamda erkaklar hozir ayol sifat bo'lib qoldi ko'pchilik. Bilmadim nimaga. Impulsivniy, ushlab tura olmaydi. Ayollar boqyapti-da, hozir ko'p erkaklarni yoki ko'chalarda ko'rsangiz, o'chirikda, siz jim turing, mahal qilib ayollarni ko'rasiz. Erkaklar qanaqadir mana shunaqa, bilmadim, o'zgarish juda kuchli bo'lyapti. Mana shunga nima sabab deb o'ylaysiz? Pavashim. Men endi o'ylashim bo'yicha bu otasini ko'rganda, mana shu o'rinda otasi shunaqa bo'lgan. Men o'ylashim bo'yicha otasi primer qilgan. Ko'p bo'ldi oldi otalar. Yo'q, endi parod qiladigan. Yo'q, yagona mana shu tushunishimki, bu shu odam kimdirdan primer olgan. Например, men qanchalik bolalarni ko'raman, ko'chada taniyman, ya'ni uyida onasi kuchli bo'lsa, seziladi. Shu bolada erkak kishida seziladi bu narsa. Juda seziladi. Например, bolalar bor, otasi juda kuchli. Men taniyman, og'aynalarim ko'p. Otasi juda kuchli, bolalar ham xuddi shunaqa. Juda kuchli otasiga qarab o'sgan. Men o'ylashim bo'yicha shu otadan qanaqadir primer deb o'ylayman, asosiy shu mana shunaqa o'zgarishlar. Qattiq qo'l bo'lish kerakmi ota? Albatta, qattiq qo'l. Albatta, juda qattiq qo'l. Aynan bizning vaqtimizda X2 qattiq bo'lishi kerak. Bizning vaqtda bu talab. Aynan nima ko'rinishda misol uchun? Aynan nima qarashlarga? Shu по каким понятиям, да? Erkak bo'lish kerak. Ya'ni bu bolasi ko'rish kerak, qanaqa otasi qanaqa muammolarini hal qilyapti, qanaqa uy vazifalarini bitiryapti, qanaqa pul olib kelyapti. Bu primer bo'lish kerak. Albatta shu otasi onasini qo'liga qarab tursa puliga yoki muammolardan qo'shsa yoki chetda yuradigan ikkinchi, uchinchi xotin qilib, hammasi bolasi kopiya qiladi, shim oladi gubkadek. Hamma o'pitini shim oladi, xuddi demak bu normal holat deb o'ziga shim oladi, keyinchalik o'zi bilmagan holda xuddi shunaqa yashashni boshlaydi. Men o'ylashim bo'yicha shu. Hozir anaqa понятие ham chiqqan-ku. Детская travma. Shunga qarab psixologiyasi buziladi bolalarni degan. Internet paydo bo'ldi shu. Internet paydo bo'ldi, детский travma, qanaqa детский travma? Bu yo'q narsa-da, men shu men psixologik kasallikka ishonmayman. Вообще ishonmayman. Редкий случайda haqiqatan, ya'ni psixolog emas, psixoterapevt ularda bo'lishi mumkin bu muammolar, lekin juda kamdan seziladi. Odamida ko'rinadi bu muammo haqiqatan borligini. Mana shu psixologik balo yo'q, ishonmayman. Haqiqatan ishonmayman. Bu barmoqdan shimilgan yangi qanaqadir sohada bu. Erkak kishini o'sha psixologga borishiga qanaqa qaraysiz? Endi u odam shu psixolog orqasidan meni muammoim yechiladi deb o'ylab borsa, endi uni ishi. Mana shu savolingizga bitta reels ko'rdim, psixologdan so'rashyapti. Mana 2-3 ta psixolog qanaqadir zbor bor edi, shu psixologdan so'rashyapti. Siz shu tajribangiz orqasidan nechta odamga yordam berdingiz? Pasiyentingizga mana polностью sog'ayib ketdi. Bittasi ham 3 ta 4 ta psixologdan bittasini eslay olmadi o'zini, nima, ya'ni pasiyentini. Kimga yordam bergan? Muammo bilan kelgan, boshqacha muammo bilan qaytgan. Bittasi ham, mana shuni yordam berdim polностью. Hammasi kulib qanaqadir javob bera olmadi, bittasi ham. Demak, bu nima? Yo'q narsani davolash iloji yo'q. А может это работает в каких-то других рангах? Детская psixologическая travma, ya'ni bo'lishi mumkin, bunga ishonaman. Yosh bolalarda
Bu narsaga ishonaman. Уже katta, o'zini mustaqil, qanaqadir katta odam, voyaga yetgan odam, уже men o'ylashim bo'yicha o'zi shu muammolarni yechish kerak ichida. Endi balki men noto'g'ri o'ylayotganim, bu aynan meni shaxsiy fikrim. da. Sformirovanный odamda demoqchisiz, уже yoshligida bo'lib o'tgan qaysidir yomon voqea uni уже sformироваться qilgandan keyin ta'sir qilish kerak emas degan fikrlar. Yo'q, menda endi men o'zimni yoshligimda bo'lganmanda ham bilaman, lekin men o'zim qanaqadir buni hal qildim. Men o'zimdan kelib chiqib Mana shu olmayman. narsani mana hozir bitta sezimga tushib ketdi-da mana shu narsadan. Endi bu travma emas, конечно, menda buni hazil tariqasida bo'lgandir yoki bir meni ustimdan kulib yetishganmi o'sha paytda akalarim, men uydagi eng kichkinasiman-da. Qiblaga qarab 3 marta ba desang qo'yga aylanib qolasan. Shunaqa gapirishganda ishonasizmi? Menga o'sha kichkinaligimda ta'sir qilganda, qaysidir payt o'tib shu narsa na samom деле bo'lmagan narsani bilmagunimcha men qo'rqib yurganman shu payt shu narsadan-da. Qatta o'zi o'sha men o'sha yoqqa qarab hozir yo'g'lab yoki barab qo'ymayman, shu aylanib qolaman. Mana shunaqa narsalarda bo'lsa kerak menimcha, to'g'rimi siz demoqchi bo'lyapsiz? Yo'q, легкий или конкретная вот травма бывает такая, чтобы Бывает психологические травмалар bo'ladi. unga o'zi sformirованный payti ham ta'sir qilmaydi. Например, men именно travma masalasida aytayotganim bu qanaqadir rozыгрыш sifatini, ya'ni qorbobo bor, mana shu yo'nalishda deb, menda haqiqatan tijoriy travmalar bo'lgan yoshligimda, endi aytmayman, bashat qilmayman, lekin haqiqatan mana Amerikada mana shu holat qaysidir bola bilan bo'lganda psixologda tunirdi-da, haqiqatan. Yotardi psixologda shu darajada. Qanaqadir yechdim o'zimda muammo. Sizda nima qutqardi sizni shu narsadan? Logika qutqardi, o'zim bilan o'ylab, bo'lgan, nima endi o'zgardi. Qanday keldingiz-ku shu narsaga? Misol uchun atrofiz, Принятие реалий, наверное. Shu принятие реальности-da haqiqatan bo'ldi bu narsa. Va yoki yashaysan bu bilan yoki yechim topiladi odam o'zida. Ну, iloji yo'q, bu bo'ldi, nima qilasan endi? Всё, bo'ldi. Yashash dars kerak, bo'ldi. По-моему, это мужской поступок именно. Да. Aytayotganlar, то есть принятие реалий и дальше просто двигаться. Qanaqa ish bo'lishidan qat'iy nazar. Albatta. Shunaqa voqea sodir bo'ldi, siz u yoqqa to'g'ri yo'lni tanlash o'zingizni anaqangizda. Albatta, endi любой odamda bo'lish kerak-da bu narsa stержень. Qachondir psixolog bu yangi soha-da. Yillab qancha odam zot yashagan oldin psixologlar bo'lmagan. U qanaqa o'lib ketishmadi odam zot yashadi-yu, qanaqadir o'zining muammolarini o'zi hal qilib yashadi-yu. Ya'ni, например, xuddi mana shu internetda-da bu psixologiya. Oldin internet yo'q, odamlar yashaydi-yu. Usiz ham psixologsiz ham yashasa bo'ladi. Bular endi hozir shunaqangi narsani talqat qilishyaptiki, yaqibi agar o'sha paytda ham psixologlar shu hozirdagidek rivojlangan bo'lishganida, bizda butun dunyoda rivojlanish yana ham yaxshiroq kechgan bo'lardi. Pul ishlagandan keyin buni orqasidan qilishni gapiradi. Nima qilsin boshqa? Fikrlar berishyapti-da hozir psixologlar. Albatta berishadi, nima berishmasin. Xo'p, psixologiyani shunaqa gluboko kirib borishini tarafdorimisiz yoki u ftini qolgani yaxshimidi? Просто yangi soha. Men nimani tarafdoriman? Har bitta odam o'zining muammosini o'zi yechish kerak. Hayotda chunki kimdir orqasidan meni muammoyimni bu odam yechib beradi deyursa, постоянно qaysidir muammoyini kimdir yechib berishga o'ylab turadi, o'zi harakat qilmaydi o'zi muammosini. Bitta o'zi qolib ketsa birga bir nima qiladi keyin? To'g'ri. Eng zo'r psixolog odammi bu o'zi? O'zi albatta, o'zini mana psixolog borki, odamlar o'ziga muammo yaratyapti. Psixolog menga kerak bo'lmaganda o'zi hal qilardi-da, bu 100 talik. Ya'ni yosh bolada aynan, например, ota-onasi bilan nimadir bo'lib qoldi. Детский aynan o'zi psixologik nima sformirovat bo'lmaganda yosh bolada ularga yordam kerak. Lekin sen o'zing уже sformirovanный katta odamsan, уже psixologiyani kerak emas deb o'ylayman. Yosh bolaga kerak. Endi temamizga kirishni boshlaymiz, xudo xolasa. Issiq choy quyib bering. Muzdagi bo'laveradi. Erkak kishini biz undan oldingi mehmonimizga ham berdik-da, bu og'zidan chiqqan so'zga e'tibori qanaqa bo'lishi kerak? Sizda qanaqa shu narsaga e'tibor? Shu og'zidan chiqqan gapga javob degan bir bor edi-ku, shunaqa gapimiz ham. Javob berish masalasida men to'g'risini aytsam juda zo'r. Bu erkakning haqiqatan eng asosiy nimasi, chertasi bo'ladi, ya'ni
gap bo'lish kerak-da. Men bu narsa menda 100% emas. Men bu narsaga erishyapman. Shu hayot haligacha erishyapman. O'zi aslida hammada ham 100% bo'lishi qiyin bu narsani. Men bu narsaga juda erishyapman. Bu narsaga haqiqatan erkakning gapi gap bo'lishi kerak. Chunki bizda qiziqarli joy borki, hozir g'alati eshitilsa kerak, bizda mana shu erkakda gap masligi nima aybdor? Qonun ishlab ketgan aybdor bo'lyapti hozir. Qonun ishlab ketgan aybdor, qonun ishlashni boshlayapti. O'tgan mana 90-yillik orqaga qaytsangiz, qanaqadir haqiqatan gapirib qo'ydingmi, javobgarlik bor edi bu. Hamma bilardi bu narsani. Bekitib uyda yotib olib, o'xshamasdi-da o'zi. Oldin javobgarligi bor. Hozir qo'rqoqlar naborot qonundan foydalanishga o'tishdi. Noto'g'ri foydalanishga. Ha, yo'q, zo'r foydalanishyapti, to'g'ri, zo'r. Qonun bo'yicha ideal ketyapti hammasi. Qonun ishlab ketdi hozir. Hozir, например, qanaqadir не то gapirib qo'ysang, hozir уже sпрос, endi anu jargonskiy sпрос qila olmaysan. Sпрос qila olmaydi odam, yoniga bir uribsan, nima deyapsan, anu nima qilding, noto'g'ri postupka qilding, nima qiladi? Uchastkavoyga boradi, anu yeydi-da. Sпрос qilaman. Уже shu odamlar bor, hali ham bor. Просто tilini qisib qo'yishdi. Kerak emas, mana arzimagan narsaga hozir 3 yilga, 2 yilga, 5 yilga qamalib ketishi mumkin. Mana so'rab olaman deb. O'sha payt oilasini kim boqadi? Miyasi o'ylaydi, endi bu mana shunaqa bor, qonun ishladi. Mana shu narsa. Qonun ishladi. Yaxshi tomoni ham, yomon tomoni ham bor. Da. Mana, например, Xitoyda qanaqa janjallar bo'ladi, ko'rganmisizlar? Bir-biriga barmog'ini teqazmaydi. Nima qilsam yuziga tuflaydi, so'kadi, nima, lekin teqazmaydi barmog'ini. Nimaga? Niday boq, nimadir bo'lib qolsa, umrini oxirigacha boqadi o'shani. Shunaqa. Qonun juda kuchli ishlaydi. Mana bizda ham xuddi shunaqa zo'r qonun ishlashni boshladi. Mana shu yaxshimi yomonmi? Cho'p, tanganing ikki tomoni-da. Da, tanganing ikki tomoni. Bir tomonlama zo'r. Ochiqchasiga siz uchun yomon. Men uchun misol uchun yomon. Ili yaxshi tarafi ham bor. 50-50. 50-50. Men yaxshi tarafi ham bor albatta. Yaxshi tarafi ham bor. Lekin shu qonunga kirishib ketmaydi, juda qo'rqaman deb shu narsadan kirishib ketmaydi. Shu qonun bitta gapiraman, baribir gapiraman. Qonun hammaga bir xil ishlaganda zo'r. Da, вот именно mana shu gapni aslan kutyotgandim. Qachonki qonun hammaga bir xil ishlasa, o'shanda haqiqatan qonunning kuchini biz sezamiz. Yaxshi tomonini sezamiz. Da. Qonun qachonki unda o'sha qonun bo'lmay qoladi. Agar u sotilsa va hokazo bo'ladigan bo'lsa, o'sha u qonun emas. Endi bir ikkita anu Законопослушный гражданин ko'rgansiz mana. Da, ko'rganman. Super film. Zo'r kino. Вот, o'shanda как бы ishlayotgan qonundan ham yutqizib qo'ygan odamning g'azabi nimani keltirib chiqarishini ko'rsatganda. Ha. O'shanaqa anaqaga olib borib qo'yadigan situatsiyaga olib keladi deb o'ylaysizmi, o'ylamaysizmi bizani o'sha shu yo'lda ketishimiz? Olib keladi. 100 sara olib keladi. Endi u qonun o'zi umuman qonun qoidalar bu bizga bitta shpargalka-da, to'g'ri bo'lishi kerak bo'lgan narsani ko'rsatib beradi-da. Odam u yog'iga o'sha boyga aytganimizdagi situatsiyaga qarab sekin to'g'ri yo'lini o'zi qilib ketish kerak menimcha. Bizning podkastimizdan yashash kerak, qonundan chiqaylik ozgincha. Kontentlaringizga qayting. Kontentlariga qaytaylik desam, u yoqda ham shu ahvolda nima deysiz? Yo'q. Bo'ldi. Yana qaytamiz, sal keyinroq qaytamiz. Bo'ldi, gap bo'lishi mumkin. Qarang. Sizni fikringizda, sizni talqiningizda erkak bu. Erkak bu gapiga javob beradigan, uyini, ya'ni nima deydi, oilasini mashinaq ushlab turadigan devoldi bitta so'z. Mana aytdim, просто yana bir qaytarmay devol mana gapiga javob beradigan devol. Ana bo'lmasam. Lafzi bor devol. Mana erkak. Farzandingiz bor, demak uncha-muncha уже anaqa ham qilasiz. O'zingiz ham естественно zo'r tarbiya olib katta bo'lganman degan anaqangizni pasillaringizni eshitdim boya gaplashganimizda. Tarbiya siz uchun nimadan boshlanishi kerak? Sizningcha to'g'rirog'i tarbiya nimadan boshlanishi kerak? Tarbiyaning ilk qadami tarbiya nimadir bolangga berayotgan bo'lsang, o'zing xuddi shu ishga
to'g'ri bo'lishing kerak. Ya'ni nimadir aytyapsanmi, xuddi shunaqa primer qilib ko'rsatish kerak. Ya'ni, например, bolang chakishni boshladimi, o'zing chakib, bolam, chakma, bu noto'g'ri deyish g'alati. Ya'ni o'zing asosiy oyna bo'lishing kerak. Mana nima bolangga tushuntirayotgan bo'lsang, xuddi shu ishlarni o'zing qilishing kerak. Qayerdadir eshituvdim-da, bir ikkita joyda bolang kitob o'qishini xohlayotgan bo'lsang, sen o'zing birinchi o'tirib kitob o'qigin. Zalga chiqarmoqchi bo'lsang, o'zing zalga bor. O'zing primer bo'lishing kerak bolang. Eng asosiysi shu. Bo'lmasammi, bola ham aqli bor, tushunib oladi. Otasiga qarab, chakmadi, o'zlari chakyapti, demak, o'zi primer bo'lsa. Например, kimdir o'g'li chakishni boshlasa, otasi kelib, "Sen nima qilyapsan? Men 20 yildan beri senga ko'rsa zalga chiqyapman. Hech qachon chakmayman." Sen bola ham g'alati bo'lib qoladi. U chakib o'zi qilayotgan bo'lsa, bolasi ham, "Ada, hop" deydi, bir teng. Primer bo'lish kerak. Demak, hozirgi endi bizani nazdimizda sal xatoroq tarbiya bilan katta bo'layotgan bolalarni asosiy muammosi o'sha ota-onasini o'zi primer bo'la olmayotganligidan. Ha. Yana ikkinchi tarafi ham bor, balkim ko'chada yon atrofidagi bolalar qanaqa. Bu ham juda katta ta'sir qiladi. Lekin все равно asosiysi otasi yoki onasi primer ko'rsatish kerak. Qiz bola bo'lsa onasi ko'rsatish, otasi bo'lsa o'g'liga ko'rsatish kerak. Lekin shu ko'chadagi yon atrofidagi shu окруженияsi ham juda katta rol o'ynaydi. Men o'ylashim. Sizda qanchalik foiz отношениясida rol o'ynagan? Ko'chani tarbiyasi. Juda katta, chunki aytganimdek, meni onam katta qilganlar, otam bo'lmagan meni, shu ko'chada asosiysi 90%. 90%. Da, почти, da, juda katta. Chunki Xudoga shukr, men shu yaxshi zo'r nima deydi? Ko'plar bor, mana qanaqadir yomon odamlar, chirigan, mana shuna yon atrofimda hammasi starshakli bo'lgan, ya'ni mendan katta okalar bo'lgan, hammasi zo'r bola bo'lgan, hammasi zalotoy bo'lgan. Ya'ni primerida ko'rsatib berishardi. Qanday bo'lishi, mana aytganimdek, primerida o'zini primerida ko'rsatib berishardi. O'zi asosiy anaqa menimcha shu bizda ham misol uchun katta bo'lgan dorilarimiz pashtisizmniki bilan bir xilga to'g'ri kelar ekan dedim-da boya. Bizda ham maktabda hamma bizdan katta o'qigan bolalar primer bo'lgan. Bizdan katta o'qigan bolalar, to'yz bizani to'g'ri yo'lga solishga harakat qilgan, nimadir net o'qisangiz boshingizga bir urib tur yoqalarni keling, bu ishni qilma degan. No bugungi kundagi keling, men shu mavzuga endi ozgincha o'taylik. Xizaliroq bolalar bor-ku, shularni bilmadim, men ko'chada ko'rmayapman-da, kimdir kelib turib, menga qara, yurishingni qara, ahvolingni qara deydigan, u bu kim pretenziya beradigan. To'yz shunaqangi zamonga o'tib ketdiki, hech kim bilan pashti ishi bo'lmayapti. O'sha tizimdagi yana anaqa qilishni обязательно li shunaqa muhitni qaytarish ili boshqa yana yo'li bormi sizningcha? Endi ko'pdan xalos bo'lishi biz uchun. Endi yana bir marta qaytib o'taman, qonun zo'r ishlayapti. Hech kim o'zgartira olmaydi ham, xolasa ham. Ularning davri keldi, achinarli holat. Endi qaytish yaxshimi, yomonmi bilmadim, to'g'risini aytsam, men ikkilanmayman. Okey, qayta olmaymiz. Boshqa yo'li bormi, yo'qmi? Boshqa yo'li o'ylashim bo'yicha bor, endi ko'rmayapti deb bizga hali. Situatsiyangizdagi odam, mana siz aytyapsiz, menga 90% tarbiyani ko'cha bergan deyapsiz. Hozir mana ko'z oldiga keltiring, sizdagi holatdagi odam hozirgi paytda yashayapti. O'sha bola. U qanaqa sformiratsiya qiladi deb o'ylaysiz? Mana hozir yoshingiz 30 ga borgan, 34 yoshdasiz-da. Siz deylik, o'sha ko'chaga chiqib, mayli endi ozgina ko'chani tanib, o'sha yerdan tarbiya olishni boshlasangiz, где-то 10-12 yoshingizga to'g'ri kelyapti-da, anaqa. Примерно. Hozirgi 10-12 yoshdagi bola mana sizdagi situatsiyada shunaqa ko'chadan tarbiya olish kerak bo'lib qoldi. U qanaqa odam bo'lib yetishadi deb o'ylaysiz? Ko'chadan tarbiya olmaydi, mana mashdan tarbiya oladi. Iloji yo'q hozirgi ko'chadan tarbiya. Sochsetlarni va umuman internet olamini ta'siri уже ancha emas, уже полностью o'tgan. Всё, 100 talik. Hammasi shunga o'tgan. Da. Sizni farzandingiz ham telefondami? Da. Achinarli holat, tan olma. Qanaqa kurashasiz, ilib chiqarasiz, kurashga iloji yo'q. Yo'q, qanaqadir meri. Men aytdim-ku, o'zing primer bo'lishing kerak. Men o'zim primer bo'la olmayapman bunga, chunki o'zim ham bo'taman. O'zim telefonda, men primer bo'la olmayapman. Achinarli holat, tan olma.
Yo'q, nimaga achinarli holat deyapsiz? Misol uchun, mana qaysidir paytda bizga shunaqangi narsani tushuntirishganki, zvachkani bizga dushman qilib ko'rsatishgan. Yoshligimizda, to'g'rimi? Hatto uni foydasi ko'p. Ochig'i-da. Jinni bo'lib qolasan deyishgan, ko'p zvachka chaynasang, no, zvachka chaynagan juda ham buyuk odamlarni ko'ryapmiz. Televizor ko'rma deyishgan. Hozir naborot televizor ko'r deyishyapti. Da, hozir internet ko'rish telefondan ko'ra shunaqangi davr emasmikan? Sizda shunaqa fikr yo'qmi? To что, hop, telefonlarga ham biz ertaga ko'nikamiz. Ertaga shu bizani hayotimiz tarziga aylandimi? Demak, o'tga qanaqadir immunitet bilan kirib kelish kerak degan narsa bormi? Menda misol shu narsa shakllanyapti sekin-sekin. Farzandlarimga nisbatan, ya'ni. Qiyin. Juda qiyin. Aynan yoshligi. Например, hozir bilasizmi, bolani uzish kerak, lekin usiz telefondan, ya'ni internetdan bolani izgo'y bo'lib qolishi mumkin. Nima deganim, nima demoqchiman? Ya'ni oldin yoshligimda bizda televizorimiz bor edi uyda, lekin biz boy yashamaganmiz, juda skromno yashaganmiz. Kabelli televideniya bo'lmagan bizda. Har gal men ertalab, например, maktabga boraman, hamma bolalar voy ko'rdingmi, boyvik mana shunaqa bo'ldi, mana shu kinoda mana shunaqa bo'ldi, balo bo'ldi, piston bo'ldi. A bizda, например, 9 soat kech payt 9 gacha rossiyskiy televideniya bo'ladi. 9 dan keyin O'zbekiston televideniyasiga o'tgan bo'lardi. Aynan shu 9 dan keyin zo'r kinolar boshlaganman, ko'ra olmaganman hech qachon bu kinolarni. Men uzilib qolganman, bo'ldi, hammasi eshitdingmi, ko'rdingmi? Men o'tirardim deb, shunaqa bo'ldi. Kamalak bo'lgan ekan-da bizda. Da. И hozir mana bolani telefondan uzdingiz, men o'ylashim bo'yicha bola izgo'y bo'lib qolishi mumkin. Ko'rdingmi, uni ko'ra olmadingmi? Gap temada bo'la olmaydi bir xillarida. Например, kitob o'qiyotgan, qanaqadir juda kuchli poeziyani o'qiyotgan bola va постоянно uyda telefon bilan ko'rilayotgan bola общий qanaqa mavzusi bo'lishi mumkin? Ikkita har xil dunyo. Qanaqa mavzusi bo'lishi mumkin? Hech qanaqa соприкосновение yo'q. Endi so'ramoqchi edim, kitob o'qiysizmi deb. Yo'q, men kitob o'qiyman. O'zi kitob o'qish yaxshi. O'qimayman, audio eshitaman-da. Da, audio. Siz ana o'zi yaqinda bitta savol beruvdi. Siz vizualniy человек или anaqa audioalniymi? Mana shunaqa nimada? Yo'q, audioalniy emas, gap просто men, например, mana shu narkotik orqali men сосредоточиться qila olmayman kitob o'qishga. Reelslarga kirib ketyapman, o'yinlarga, nimadirlarga kirib ketyapman. Menda o'zi men sportga o'zimni qo'yapman, kuniga 10 ming qadam tashlayapman, harakat qilaman bu narsaga. Mana yurib ketayotganimda eshitaman, chunki meni applikat qilmaydi bu narsa. Shu imенно audio formati menga juda qulay. Oxirgi o'qigan kitobingiz? Bog ходит инкогнито degan. Bog ходит инкогнито. Вот. Mana shu juda zo'r yoqdi menga kitob, o'shani o'qidim. Hozir Sapiens degan kitobni eshityapman. Juda qiziqarli kitob, kim eshitmagan bo'lsa juda tavsiya qilaman. O'zi uchun juda ko'p qiziqarli faktlarni ochadi Sapiens. Milliarderlarning eng top kitoblaridan biri o'sha Sapiens. Haqiqatan tan oldim, zo'r kitob. Abror aka menimcha o'shani ham ma'lumdilar. Abror Muxtor Ali naborot o'qimaydi deganlar shuni. No, это да. Lekin men tushunyapman nimaga aytdilar. Men tushunyapman, dinga aloqasi bor, sporniy. Juda ko'p joylarni sporniy qilib chiqaryapti-da. Для саморазвития o'qish kerak deb o'ylayman, любой odam. Aha. Для саморазвития. Endi hammaga har xil. То есть religiozniy immunitet bilan o'qishsa bo'ladi. Endi qarang, religiozniy bu haqiqatdan dinni biladigan odam o'qisa, normalniy воспринимать qiladi. Lekin men shunaqaman deydi, lekin dinini bilmaydigan odamlarga qiyinroq bo'ladi. Насколько важно вообще человечеству и в основном мужскому роду читать книги? Очень важно. Почему? Просто чтобы выделяться из толпы. Hamma bir xil bo'lib qoldi, hamma bir xillar. Например, hamma ko'pchilik kitob o'qimaydi. Ko'pchilik kitob o'qimaydi, talpa, seri massa. Qanaqadir talpadan dunyo qarashing boshqacharoq bo'ladi, yengilroq. Mana ko'pchilik qanaqadir muammoni bitta shaklda ko'radigan bo'lsa, siz xuddi shu muammoni boshqa shaklda ko'rasiz. Ko'pchilik yechimini topa olmasa, siz yechimini topasiz. Juda kerak kitob o'qish, juda kerak. Shuncha hozir savollardan keyin chiqqan bitta qiziq savol.
gaplardan, javobingizdan siz uchun eng qimmatli narsa nima? То есть ценность. Savolni takrorlab o'taman kamera uchun. Siz uchun hayotingizdagi eng qimmatli narsa, то есть ценность, ваша ценность. Eng qadrli onam. Mama, moё самое всё. Onam. Ну, это balkim klassический, shablonniy javob bo'lishi mumkin. Banalniy. Lekin bu haqiqat eng qadrli bu. Ценность, который сформулирует или сформулировал вас. Открытость к людям максимальная. Qarang. Arsen Markaranni bilasizmi? Ну такой бородатый. Да, мацвод. бородатый Ха-ха-ха. вот этот. Bechorani qamashdi. Bechorani. Arzimagan narsaga. За что его вообще посадили? Men bilmayman. No, qamarganini bilaman. Gap so'zlaridan-da. O'sha blog uchunmi чисто? Да. Gap so'zlaridan sal не to'g'ri joyga kirdi. Вот, у него была такая фраза, это по его мнению. Erkak kishida o'zi вообще o'sha tepadagi cho'qqida, hozirgi aytayotgan o'sha ценностьga qo'yadigan joyida hech kim va hech nima bo'lishi kerak emas deydi. То есть endi uni понятияsi bo'yicha, если я правильно понял, точно esimda yo'q, ни мама, ни отец, ни сыновья, ни друзья, ни Бог, никого не должно быть. Там должно быть в основном, выходя из ситуации, ты сам, да? Вот, shu narsaga siz qanaqa qaraysiz? То есть, qarang, men к чему это я веду? O'tda hech kimni qo'ymaslik. Bir xilda shunaqa vaziyatlar bo'ladi, siz eng o'ziga yaqin o'rtog'ingizni qo'ysangiz o'sha yerga, yo hozir mana onam deyapsizda, shunaqa situatsiyalar bo'ladi, tanlovda qolib ketasizda, to'g'ri tanlov aslida onangiz bo'lmaydi. Yo, bu juda qiyin, savol juda qiyin. Buni qanaqadir на одном духу javob berish qiyin. Bu savol bilan uxlab turaman deb, ertaga telegramingizga javob beraman. Buni juda cho'nqur o'ylash kerak. Bittadan hozir shalta javob beraman. Deydi. Net. Men реально shu narsani siz fikringizni eshitmoqchiman. O'ylash kerak. Yo'q, juda o'ylash kerak. Men hozir javob bera olmasam kerak. Lekin men shu gapimdan balkim boshqa perfrazировать qila olaman, lekin gapimdan kechmayman. Chunki meni shu eng qadrli butun dunyoyim. qarang, mana siz Sirida Sebzorda o'sdingiz-da, to'g'rimi? Agar siz Botkinada o'sganingizda, o'sha taraflarda, Sebrda o'sganingizda ham xuddi shunaqa fikrlashingiz qanaqa bo'lardi? Boshqacha bo'lardi. Boshqacha bo'lardi. 100 talik boshqacha bo'lardi. Men bilasizmi, mana dvoyurniy aka o'zbek tilida dvoyurniy nima deydi? Tog'am o'g'li. Biz ham dvoyurniy deymiz deb Endi men qidirdim shu so'zni bor-ku, dvoyurniy nimadir o'zbekchasiga. O'zbek tilida bilasizlarmi deb o'ylaganman. Ishqilib, meni dvoyurniy akalarim Sergelida o'sishgan. Shu как раз o'zingizlar bilasiz, Sergeli qanaqa holat. Постоянно yoshroydim, ular 4 yoshga katta mendan. Постоянно o'ylardim ichimdan, nimaga men mahallada yashayman, hech qanaqa движение yo'q, o'tga borsam, ora-chorada kanikulada borib qolardim. Qizlar, bolalar, движение, voy, живой hayot-da. Shunaqa havas qilardim, shu Sergelida yashagan, shunaqa havas qilardim. Keyin meni yoshimga Xudoga shukr, shu mahallada o'zbek bolalar bilan yaxshi, понятный bolalar bilan katta bo'lgan. Xudoga shukr. Chunki ikkita akalarim ham mana shunga yetib keldi, mana shu zo'r hayot bilan. Achinarli holatga yetib kelishdi. Xudoga shukr, har kuni eslayman, mana shu mahallada katta bo'lganim. Ming rahmat. Boshqa qaysidir rayonlarda bilmadim, 100 talik boshqacha bo'lardi deb o'ylayman. Значит, все-таки baribir o'sha mahallani kuchi, Da, albatta. Juda plusga ishlaydi odam. Juda plusga ishlaydi. Yon atrofingda bo'lgan odamlar yoshligingda juda plusga ishlaydi. Yo'q siz uchun. Yo'q. Для вас. Нет. Например, men sizdan hozir podkastga kelishingizni so'radimda, siz menga yo'q dedingiz. Shuni teskarisi bo'lsa, siz mendan nimadir iltimos qildingiz, men sizga yo'q dedim. Как вы это воспринимаете?
Ну, может быть, обидно сначала. Albatta, odam, ma qadam tashladim. Nimaga menga ответный reaksiya kutiladi? Hammada bunaqa. Yo'q, menga farqi yo'q deydigan odam aldaydi. Albatta, kimdir nimadir yaxshilik qilgan bo'lsa, shu odamdan siz ham yaxshilik kutasiz, rano или поздно. Lekin bo'lmasa agar, ну ладно, что, на нет, суда нет, bo'lgan ish bo'ldi. Nima qilasan bu odam orqasidan yurib yopish olmaysan? "Oka, podkastingizga keldim, oyog'ingizga yopishib olib, nimaga siz?" Nima? Ладно, всё. Nima deydi? Yechim shu, logический-da. Xafa bo'lasiz все-таки yo'qni eshitsangiz. Ozgincha qoladi. Haqiqat-da. Любой odamda shu narsa. Keyin siz ham o'sha odamga yo'q deysizmi nimagadir? Shunaqa Уже бuyog'i чувство мести ketyapti. Yo'q, bu yerda nabarot. Menda shunaqa bilmadim. Eskidan bor, nabarot yana yaxshilik qilaman bu odamga. Prinsipga qilaman yaxshilik. Aha. Повторить qilmayman bu narsani. Chunki odam o'shandagina tushunadi balkim. Yo'q, men nabarot qilaman. Mana nimadir yana yo'q desangiz, yana pastga yana kelaman. Yo'q demayman. Yo'q. Imенно prinsipga yana yaxshilik qilaman. Hammaga emas, lekin asosiy mana shunaqa qilardim deb o'ylayman. Super. Yaqin og'aynilaringizni ichida oldi berdi masalalari, hokazo shularda yo'q bo'lsa-chi. Друг попросил там $5,000. Вы, то есть, попросили, он сказал нет. Но вы знаете, что у него денег есть. Nima qilaman? Xafa bo'ladi odam ozgincha. Все равно o'sha обида bo'ladi. Bo'ladi, ozgincha. Qo'lidan kelayotgan bo'lsa agar shu narsani qilib berishga albatta ichingda qoladi ozgincha. Без этого никак, bu haqiqat. Endi shunchalik svitoy odamlar yo'q-da. Ya'ni, ладно, iloji yo'q-da bunaqa odamlar. Ko'p o'rtoqlaringiz o'sha mahalladagi o'rtoqlar. Ko'p. Sinfdoshlar. Да, sinfdoshlar, bu juda ko'p albatta, да. Yaqin deb считать qilasizmi? Считаете близкими или Qarang, просто есть близкие и есть друзья? Есть близкие у меня есть. Близкие ko'p emas. Ikkita odam, uchta odamda близкий. Haqiqiy близкий odamlar. Ularni, например, 5 yil ko'rmayman, 5 yildan keyin ko'rishib, просто bir kundek, xuddi kecha ko'rishgandek bemalol mazza qilib gaplashasan. Друзей много, близких кам, мало. И с каждым годом машу ajralib turadi juda ko'p odam. С каждым годом qancha yoshi katta bo'layotgan bo'lsa, shunchalik odam kamayib ketadi. Ya'ni близкийлariz, og'aynilaringiz kamayib ketadi. Sortiruется. Juda kuchli sortirovka bo'ladi. Chunki sizni dunyo qarashingiz juda kuchli o'zgaradi, juda ko'p narsalarni tushunishni boshlaysiz и qanchalik ko'p narsani tushunishni boshlasangiz, shunchalik sortirovka kuchli bo'ladi. Ajraladi odam, achinarli haqiqat. Endi baribir menga qiziq bo'layotgan narsa-da, bilmadim, bu narsani menimcha bu savol to'g'ri qabul qilsangiz bo'ladi. Menimcha harakat qilaman. Mahallada qanaqa siz katta bo'lgansiz? Baribir farqi bor-ku. Siz misol uchun siz Евгенийсizda, tushunasizmi? Он не может себе уложить здесь русского парня, выросшего в махале. Hozir men вообще Евгений bilan gaplashmayapman-da, to'g'risi. Hozir bilmadim men. Abdullajon deydi, Abdullajon. Abdullajon bilan gaplashyapman. Boyadan beri. И все-таки meni ichimda shu narsa meni hozir qiynab kelyapti-da. Все-таки qanaqa o'jaynya bilan katta bo'lgan mahallangiz qanaqa sizni qabul qilgan? Yo, boshida sizga qiyin bo'lganmi? Chunki men mahallangizga bolalarni bilaman-da, ular indamasdan o'tib keta olmaydi-da. To'g'risida ular men aytmayman, hammasi zo'r bo'lgandi. Kaltelarni qichig'ini yeganman. O'z vaqtida urushmagan kunlarim bo'lmagan. Bir yil urushish u samo собой. Yo'q, men eskidan eslolmayapman-da. Meni yonimda, u yon atrofimda faqat ruslar yoki eslolmayapman bu narsa. Mendan so'rashadi, bir xillarida zo'r savol berishadi. O'zbek tilini o'rgandingizmi? Men o'zimni o'zbek tilisiz eslolmayapman. Xuddi shunaqa holat yonimda постоянно og'aynilarim bo'lgan. Shu mahalla bolalari eslolmayapman ularsiz o'zimni. Eslolmayapman. Ha. То есть постоянно bo'lgan. Конкретный Радик. Родной demoqchiman. Da. Eslolmayapman o'zimiz. Yo'q, masalan, ruslashib ketgan o'zbeklar ko'p-ku, lekin o'zbeklashib ketgan ruslar endi kam-da. Yo'q, o'zi bor, ko'p, to'g'ri, bizning atrofimizda ko'p. Qizil kitob. Atak bu yoqda mana imенно Sebzor, Chorsu, mana biza misol mana bu bilan ham sentrda katta bo'lganmiz-da. U yerda sreda shunaqa bo'lgan, armiyan ham bo'lgan, koreys ham bo'lgan.
o'ris boshqa bunaqa bizda unaqa понятие bo'lmaganda, nima deydi, kimdandir nima bilandir ajralib turadi. Lekin men bu narsani boshqa yoqqa borsam sezardim-da. Qanaqa sezardim? Men o'zimda sezardim. Men o'zi qop-qoraman, o'zi uyg'ur turishim uchun o'zbekcha. Lekin ularning fikrlashi bilan, boshqasi bilan bor-ku, bir xil payt meniki chiqishmasdi-da. Men shu ma'noda aytaman. Sizda Sennislar boshqacha-da. Yo'q, menda zo'r. Вообще hech qanaqa muammo bo'lmagan. O'zi bizda даже rostdan maktabda ham anaqa bo'lmagan. Umuman даже viloyatliklarni ajratishmagan. Hozir endi ko'p-ku bu muammo bizda. O'sha. Xo'p. Siz qanaqa qaraysiz mana shu narsaga o'zi вообще? Ajratishganmi? Отрицательно qarayman. Juda отрицательно qarayman. Отрицательно qarayman. То есть прям негативно даже. Negativно qarayman. Ajratishga ни в коем случае tug'ilgan joyidan, dinidan, millatidan ни в коем случае. Endi qarang, как бы jig'iga tegish anaqa emas. No, даже Amerikada, даже Rossiyada, любой joyda bor-da. Hamma joyda. Hamma joyda bor-da. Sentralizirованный joyda, shtatdan yoki regiondan boshqa regionlarni ajratish, shunaqa narsa bu butun dunyoda bor, по-моему. Bilasizmi, bu narsa qaysidir juda kuchli psixolog nimalar o'ylab topishganda. Gap boru, razделяй и властвуй degan gap. Qanchalik ko'p bo'lsang, любой narsani shunchalik yengil uni kontrol qila olasan. Juda qaysidir yomon isqirt odam bu narsani qilganda o'ylab topgan odam ajratish. Bu narsaga bilasizlarmi, o'zidan o'zi bo'lmaydi. Bu narsaga yillab milliard dollar ishlatiladi. Именно ajratish uchun milliard dunyo birlashsachi nima o'zgarishlar bo'lib ketadi. Просто ahamiyat qila olmaysizlar. Не то что dunyo, bitta davlat даже deng. Bitta davlat birlashsa, bitta mahalla birlashsa, shunaqa o'zgarishlar bo'ladi. Bizani spetsialni bo'lib tashlashmoqda. Juda ko'p milliard institutlar, psixologiyalar, smartfonlar shunaqa bo'lib tashlashmoqda bizani har kuni. Mana eng asosiysi mana shu narsada. Juda Boshqarish oson bo'ladi. Juda oson boshqarish. Hozir bu mana aytyapsizlar, уже viloyatdan emas, уже qo'shni domdan sen anu domdanmisan, mashinangni bu yoqqa qo'yib olsan sen. G'alati-da, уже shunaqa ajratib tashlashyapti, jinnili. Haqiqatan sezilyapti. Mana menga ham sezildi-da. Oldin faqatgina bu narsa endi bekita degan narsa emas. Toshkent bilan viloyatliklarning o'rtasida bo'lgan bo'lsa, bu narsani faqat toshkentliklar misol uchun ajratgan deb hisoblangan bo'lsa, hozir naborot случайlarni ham ko'ryapmiz-da. Реально уже agressiya viloyat tomonidagilar ham Toshkentga nisbatan agressiyasini sezgan joylari bor. Ishonasizmi, mana hozir Rossiyada eshitgan bo'lsangiz, qanaqadir agressivniy, mana ya'ni migrantlarga mana shunaqa qarashlar, bu ham juda katta psixologik, ya'ni politik harakatlar qilishyapti-da. Bu bekordan bekor bo'lmayapti bu narsa. Lekin men asoba sezmayman shu narsani. Chunki siz rusmassiz-da. Yo'q, men Rossiyaga ko'p boraman. Nima farqi bor, brat? Siz rusmassiz. Sizga sezilish kerak emas bu narsa, sezmaysiz. Men sezishni boshladim bu narsani. В плане ora-chorada jahllik qilib qo'ydirishadi, Instagramda yozib qo'yishadi nimadir, qanaqadir bir prikol olsam, san nimaga qo'shilyapsan degan. O'zi vatanim O'zbekiston bo'lsa, Rossiyaga borgan bo'lsam, 34 yil ichida Rossiyada 3 kun bo'lganman men ish bo'yicha. Rossiya ko'p o'zbeklar mendan ko'p bo'lganda Rossiyada. Ular ko'proq bo'lgan ekanman sizdan. 3 kun bo'lganman Rossiyada. Rossiyaga mana shu aloqasi yo'q deyman-da. Men mana shu voqea aloqam yo'q. O'zbek tilida gaplashaman. O'zbek bolalar bilan katta bo'lgan kelyapti-da mana shu ovozi. Chunki agressiya-da. Mana qarang odam bo'lishini nimaga olib kelyapti. Tegadi bu narsa. Yomon tegadi. Aloqangiz bo'lmasa ham tegadi-da, tushunyapsizmi? G'alati-da, slishkam g'alati. Odamlarni mana shu agressiya qilayotgan odamlarni ham tushunyapman. Haqiqatan tushunyapman. Nimaga menga mana shu tegyapti. Odamlar bir xil tushunishmayapti-da. Sizda hech qachon fikr bo'lmaganmi Rossiyaga ketish? Yo'q. Ora-chorada yosh paytimda skaskalar bo'y, Rossiyada 2000 dollar, 3000 dollar ishlaysan. Yosh paytimda qiziqish bo'lgan, keyin o'sha Rossiyada 3 kun bo'lganimda menga yetdi. Hech qachon kelmayman dedim. Odamlari sovda. So'v, mana Moskvada bo'lganman, juda so'v. Bizning odamlarimiz nimadir so'rasang, "Oka, qayoqqa
ukajon ayaqqa qaytsam bo'lsa olib borib qo'yingmi qanaqadir javob bera oladi. Nari borsa aka mana mana Amerikachi. Amerikani bilmayman, gapira olmayman. Bizni o'tdan so'rasangiz, bitta просто yoniga kelasiz, mashina bo'lib ketadi. Voy bo. Sizga, simbolik, siz turishingiz rus odam bilinib turibdi. Voqea shu Rossiyada biz ish bo'yicha ishlarimizni bitirdik. Shu mani direktorim aytdilar, mana senga 1-2 so'm bor, Krasnoy ploshaddan aylanib kel, o'zing ketdim. Rossiya nima bilan mashhur? Shokoladlari bilan mashhur. Ikkita shu yoshi katta ayol ketyapti. Men so'ramoqchi edim, uyimga shirinlik olib kelmoqchiman. Iltimos, do'kon, yaxshi do'kon, katta tavsiya qilib bering. Yoniga мы ничего не покупаем, biz hech narsa sotib olmaymiz. Qoch, u mashina qillab, voy, bля, xuddi shunani suvga tashab qo'yding. Mana shunaqa xuddi shunaqa reaksiya bo'ldi. Men maxluqman, men nima qildim sizlarga? Shunaqa yoqmadi odamlari. Shahar katta, chiroyli, zo'r. Bizani Toshkent shahrimiz kichkina-yu, o'ta gigantalizmda, yo'llari katta, prospekt Mana katta Toshkent deyman, Moskvani. O'xshaydi ham o'zi ko'p joylari va barib Sovetskiy Soyuz. Shu Moskva shahar juda katta, chiroyli, lekin odamlar voshshi yo'qmadi menga. Hech qachon ko'chmayman. O'sha yo'nalishga qarab ketyapmiz menimcha biz ham. Da. Achinarli holatda. Toshkent imенно mana shunaqa. Nafaqat Toshkent. Achinarli holat. Mahallada katta bo'lganman-ku, eslayman-ku qanaqa odamlar bo'lgan oldin. Juda kuchli o'zgarish bo'ldi. Odamlar haqiqatan boshqa odam. Например, men bir 2000-yillarda uxlab qolib, hozir uyg'onganimda jinni bo'lib qolardim. Odamlar вообще boshqa. Lekin shu holatdan saqlanyapti-da, все равно qanaqadir eski pokoleniya qoldi-da. Eski pokoleniya qoldi, все равно qanaqadir o'sha mana yangi pokoleniya xuddi shunaqa suv. Shunaqa даже salom bermasligi o'tib ketishgan. Da, suv. Qanaqa qaraysiz salomga o'zi? Sizga salom важныйmi? Да нет, в принципе, ja важный emas, to'g'risini aytsam. Men o'zim mana shunaqa vaspitание bo'lganman, men постоянно men uchun важный. Boshqa odamga qanaqadir salom berish men uchun важный. Lekin o'zimga farqi yo'q, beradimi, bermaydimi, qiziq emas menga. To'g'risini aytsam. Siz uchun важный emas. Albatta, salomlashib, qanaqadir iching, yaxshiroq atak. No, нет, и сюда нет nima. So'rayolmaysiz. Endi o'zbekchilikni baribir negizi-ku, tarbiyani вообще negizi-ku bizda. Hozirgi gaplaringizdan kelib chiqib, siz o'zingiz bo'ling, baribir o'sha o'zbekona anaqaga mansub deb shitayt qilasizda. Bu narsada salom alik, muomala, madaniyat bu вообще negiz hisoblanadi. Ha, yo'q, endi qarang, men salom bersam, menga alayni yonib ketaman. Menga alay berishmasa, lekin просто mana qanaqadir notanish O'sha fazilatlarni o'zingizni farzandingizda ham davom ettiryapsizmi? Da. Juda harakat qilaman bu narsaga, juda harakat qilaman. Da. O'g'ilmi, qizmi sizda? Qiz. Qiz. Kambag'allik bu tanlovmi yoki taqdir? Sizning fikringizcha? Tanlov. Nimaga? Odam haqiqatdan nimadir xohlasa, hayotida bu narsaga intilsa, haqiqatdan intilsa bu narsani oladi. Dunyoda yo'q bu narsa, odam qila olmaydigan narsa. Odam qiladigan ishni odam qiladi. Bu tanlov, komfort zona, ya'ni ko'pchilik ishlaydi, jinnimi u nima deyapti, kambag'allik qanaqa komfort zona bo'lishi? Kambag'allik juda kuchli komfort zona. Bu tanlov, ko'pchilik uchun tanlov. O'zgartirsa bo'ladi bu narsani. Yaqinda men ham o'zi aslida shunaqa fikrda edim, lekin yaqinda yo'q, bu fikrimni o'zgartirmadi-yu, bitta intervyu ko'rdim. Rus anaqasi, как его звали, точно не помню сейчас. Yurist odam. И u aytayapti. Kambag'allik вообще o'z mana shu nishita aytadi, bu men uchun ko'proq baribir taqdir. Nimaga? Sen qaysidir bir alkash oilasida, qaysidir siloda tug'ilgan odamni bu yoqqa vырваться qilib chiqish protsent koeffitsiyenti 100% deyapti-da. Xo'p. O'tda уже bu чисто tanlov deyapti. Taqdir, то есть, uzr, чисто taqdir deyapti. O'tda tanlovini ham hech nima qilib bera olmaydi deyapti-da. Yo, endi biz holatlarni eshitganmiz-ku, shu kambag'al oiladan milliarder bo'lib ketganlar. Ko'pman eshitganman. Ko'p. Endi milliarder emas, просто stabilniy, uspешный bo'lib ketgan. Mana og'aynilarimning ichida даже bu primerlar bor. Boshqalarni olmaymiz. Men ko'rganman bu narsani.
shunaqa oila onasi ichadi, adasi ichadi. Shunaqa yomon holatda bo'lgan, yoshlikdan keyin chiqishdi bolalar. Armiyaga borib, protsentini olib, institutliga bitirib, harakatini qilib chiqishdi. Tanlov. Men gapirayotgan faktoringiz bu опять-таки komfortniy zona. Qolib ketsa bo'ladi, chiqib ketsa bo'ladi. Hech kim uni bog'lab qo'ygani-yu. Ya'ni nima demoqchiman? Mana shu holat hammasi kambag'al oila bo'lsa, hammasi kambag'al bo'lib qolib keturganda, lekin odamlar chiqishyapti-yu, demak tanlovi bu. Uni tanlovi chiqdi. Armiyaga hozir mana bolalar boryapti, bu yoqda dedingiz. O'zi вообще физический нагрузка, zal, mana shu armiya temasi va hokazo более мужественные temalar. O'zi erkak kishiga физический нагрузка насколько важен? Очень важно, критически важна физическая нагрузка. Juda важный narsa критический. Ya'ni bilasizmi, men o'zim bu narsaga опять-таки intilyapman. Oldin juda fizический нагрузкаlar qilardim, keyin tashlab qo'ydim. Ikkita dunyoni ko'rdim. Boshqa rang-marang. Fizический aytishadi-yu, здоровым теле здоровый дух. Haqiqatdan bor gap-da. Tarjima qilib olasizlar subtitr qilib. Juda kuchli. Например, dunyo qarashingiz, o'zingizga samouverenностingiz hamma narsa o'zgartiradi. Mana imенно fizический. Zalga chiqasizmi? Yo'q, men faqat hajba hozir. Hajba hozircha o'zimni tayyorlayapman zalga. Chunki noldan endi chakish tashladim, xudoga shukr. Nega xudoga shukr? Qiyin, juda qiyin-da bu narsa tashlash. Qo'limdan keldi deb. O'zi nimaga tashladingiz? Yomon illat. Men sezyapman, meni hayotimga juda yomon ta'sir ko'rsatyapti bu narsa. Tashladim и физический нагрузкаga harakat qilaman, chunki odam здоровым теле здоровый дух bo'lganda haqiqatan juda kuchli ma'nosi bor. Erkak boshqacha dunyoga qaraydi. Boshqacha hal qiladi, o'zida samouverenность bo'lsa. Endi qanday desam, bitta cho'nqirga kirib ketish kerak, lekin qisqacha javob qaytaradigan bo'lsam, физический нагрузка erkakga обязательный narsa. 100% обязательный narsa. Haqiqatan boshqacha odam o'zgarib ketadi. Psixologik tarafda odam 100 gradusga o'zgaradi. Именно физический нагрузка hayotiga kirganda juda o'zgaradi. Pitaniya masalasi. Juda qiyin masala, juda qiyin masala, juda qiyin. O'zbekistonda ayniqsa. Ayniqsa O'zbekistonda. Dunyoda, по-моему, mana aytishadi, fransuzskiy kuxnya, italyanskiy kuxnya, balo kuxnya ko'pini yeb ko'rganman. Fransiyaga bormaganman, Italiyaga. Retseptini mashtan qilsa bo'ladi, xuddi shu narsa bo'ladi. Bu yerda yegansiz xuddi shu narsalar. Yeganman. Nega uchun? O'zbekiston kuxnya hech kim yaqinlasha olmagan, yaqinlasha olmaydi ham. Просто nonni o'zi mana tandirdan olgan уже блюдо-da, уже ovqat. Maza qilib yesa bo'ladi, to'g'risi-da. Bizda pitaniya juda qiyin-da o'zgartirish. Ovqatlarimiz shunaqa shirin, lekin pitaniya bizda noto'g'ri. Вообще ужасное питание. Zo'r, lekin noto'g'ri. Noto'g'ri, juda noto'g'ri. Juda shirin, lekin juda noto'g'ri. Anaqa nima deydi? Mana sladkий yatmi, nima deydi? Da, chunki mana kim olib chiqdi mana shu bloger ismi bitta podkastdan u ham yurg'izadi, uni Dredla qilib olgan. Nima edi o'sha bolani nomi? Dredla qo'ygan. Dredla qilib olgan o'zbek bolalar nima gapmi, qanaqa podkast? Ha, o'sha Sardor. Da, aytayotdi, qaysidir ko'chada ketayotgandilar, ko'rsatyapti, qaranglar qancha apteka do'kon, apteka do'kon, apteka. Hamma yo'q apteka. Nimaga deb o'ylaysizlar shuncha ko'p apteka? Juda katta spros bor-da bu narsaga. Odamlar ko'rmayapti qanchalik kasalligini. Hamma joyda apteka. Oziq-ovqat, apteka, oziq-ovqat, apteka. Men shaxsan o'zim 300 dan shu apteka sanadim. Qaranglar, haftasiga kirib chiqdim. qanchalik ko'p odamlar kasal buni nimadan mana kimdir aytgan, nima asosiy kasal nima chiqaradi? Ya'ni psixologik, ya'ni stress holatlari juda ko'p kasalga nima bo'ladi? Почва va ovqat. Bizda nima yeyotgan narsalar. O'zi 90% kasallik bo'lmasdi to'g'ri ovqatlanganingda, bitta dotsent aytdi. To'g'ri ovqatlansang, kerakli miqdorda suv ichsang, kerakli miqdorda fizический нагрузка qilsang, 90% sanda bo'lishi mumkin bo'lgan kasallarni kesasan bittada. Ya'ni bizda ko'rayotgan bo'lsanglar, hozir erkaklar, asosiy erkaklar juda ko'plari 50-60 da ketib qolishyapti. Arzimagan yosh, badan uchun arzimagan yosh. Qanaqadir fizический sportsmenlarni ko'rgan bo'lsanglar, ya'ni qaysidir millionerlar balobatar sportga o'ziga qaraydigan 70 da 80 da badrichok bo'lib yuradi. Haqiqatan zo'r.
bizda mana qanaqadir yomon tendensiya bizni ovqat yeyish yaxshi ko'ramiz. Bu juda yomon narsa, noto'g'ri ovqatlanamiz. Lekin shirin tasha olmaysan-da. Uyga mana o'ylaysan-da, mana men o'zimga grudka oldim, uyga kelib pishirib yeyman deb o'ylaysan, xotin osh qilib qo'ygan bo'ladi. Nu qanaqa grudka yoki bola ketdi shashlik biziladi, lekin juda yomon. Harakat qilma. Qiynalaman, lekin harakat qilma. Yomon narkotik. Qiyin. Men ham misol uchun представляться qila olmayman. O'zimizni kuxnyasi hayotda bor-ku. Qiyin, lekin juda noto'g'ri. Ko'p yeb qo'yaman o'tirib olib-chi. Erkaklikni o'lchov birligi siz uchun. Boshqacharoq qilib ayting savolingiz. Чем можно взвесить? Чем можно взвесить? Да, вот это понятие. Мужик. Чем можно взвесить? Я думаю, людьми, которые рядом с тобой находятся, это очень сильно охарактеризует... Tushundim. Men noto'g'ri ozgincha menimcha formulировка qildim. Agarda erkaklikni shu o'lchov birligi bo'lganda, og'irligimi yo anaqasimi, tushunchasi to'g'ri anaqa qilganda, formulировка qilganda, то есть o'lchan olganda, misol uchun bunda testosteroni или anaqasi baland ekan, o'shaning uchun bu более mujik или past ekan, он не mujik. Shu tushunchada bitta testosteron dedilar. Просто он Bu logически. Bu logически, да. Вообще o'zi mana siz bitta so'z bilan shunaqa anaqa qilgan bo'lganingizda, erkakchilikni o'lchov birligi. Ответственность за свои слова gapiga javob berish bu, я думаю, eng asosiysi lavza. Ayollarda hozir bizning paytda ayollarda lavzli bo'lib qoldi-da, erkaklarga. Hammada emas, просто ko'p lavz. Haqiqatdan mana shu erkakning parametri asosiysi. Men bitta даже partnyorimga aytganman, ayol kishi partnyorlarim ko'p-da, partnyorimga даже aytganman shu gapni. Sizda реально men ancha ishlagan erkaklardan ko'ra mужественный качество даже 5x ko'proq. Ну, haqiqatdan-da, mushina yana nimasi bilan? Lavz-da. Например, anu mышца desangiz, ayolda mышца bo'lishi mumkin. Lavz deb o'ylayman-da, haqiqatdan. Eng asosiy o'lcham erkakligi lavz. Bugungi muammosi nimada erkaklar? То есть o'sha erkakchilik yetishmayotgani. Erkakchilikni talab qilishmayapti ko'pchilik. Balkim javobim g'alati eshitilgandir, lekin nima desam bo'ladi? Men tushundim, auditoriyaga bo'lib raskrit qilib bering. Nima desam bo'ladi? Talab yo'q-da hozir, nima desam, qanaqadir g'alati eshitilyapti, lekin men uni sformulirovka qiynalyapman-da javob berishga. Men tushunib turibman javobini, lekin men shu formulirovkasi qiyin. Ne, хоть на русском farqi yo'q. Ну, mужчины, понимаете, сейчас uzum qopqonga tiqdim-da, короче. Juda yomon qopqonga tiqdim. Nimalar deb qo'ydim? Shu keyin anu subtitrlarda tashab qo'ysam, qo'yib qo'ysangiz bo'ladimi javobini? Mana javob berdim, mana tagida subtitrda javob bersin. Erkaklarga talab qolmadi dedingizmi? Nima dedingiz shunda? Yo'q, talab nimaga talab bo'lmaydi erkaklarga, aka? Talab bor erkaklarga, просто boshqalar Ya shunda bahazilashdim faqat hozir. Qanday endi javob beray? Hozir ozgina xarakter qo'shish dedim, qarasam qiynalib ketyapsiz. Izohlarda konkretniy kulishadi-da. Erkaklarga talab yo'q deb yopish, nom yopish qolmasin endi. Qarang, endi balkim asosiy muammosi o'zini hozir erkaklar ko'pi bilan, ya'ni o'zidan uspeshnayroq odamlar bilan solishtiradi. Mana aynan internet davrida mana juda katta muammo bo'lib qoldi. Aynan erkaklarning muammosi boshqa odamlar bilan o'zini solishtiradi. Bu eng g'alati va eng kerak emas narsa deb o'ylayman hozir. Erkaklar solishtiradimi yoki ularning yonidagi partnyorlarimi, ayollarimi? Qarang, ayollar bu отдельная история. Ayollar hammasi bu по умолчанию solishdi. Bu по умолчанию, bu aniq, bu уже bazaviy minimum deydi-ku, bazaviy. Erkaklar o'zi hozir o'zini solishtirishi boshladi boshqalar bilan. Bu juda yomon va noto'g'ri narsa, samorazrушающий narsa. O'zini ko'radi, buni qo'lidan kelyapti, meni qo'limdan kelmayapti. Holati har xil bo'lishi mumkin. Balkim uni qo'lidan ham kelmayapti, ko'rsatyapti, tipa kelyapti deb solishtiradi o'zi bilan juda ko'p hozir. Mana bunaqa fikrda, qarang, bizani
oxirgi paytda ko'p eshitadigan narsalarimiz baribir o'sha murskoy razgovorlarning ichida bo'ladigan gap bu ham erkak kishi qiladigan ishini 40 yoshgacha qilib olishi kerak. Dalishi qila olmaydi. Shu narsaga fikrga qanaqa qaraysiz? Bormi shu narsa? Yo'q, bo'lishi To'g'ri yo'q. qaraysiz? Yo'q, a? Albatta yo'q, nimaga qila olmaydi? Nima o'zgarib qoladi? Qo'li uzilib tushadimi? Nima? Yo'q. Men o'ylashim bo'yicha imенно mana shu samootsinkasida hamma gap. Ko'proq finansiy planda-da bu narsa demoqchiman. Ko'plarda bo'ldi, sen 40 gacha qila olmadingmi? Всё, короче, дальше не пытайся. Ichingda bo'lsa agar, уверен bo'lsang buni qilasiz. Yo'q, qo'shilmayman. Yo'q. Kerak bo'lsa 50 da ham, 60 da ham, 70 da ham qiladi kerak. Keyin anu gapchi, ko'p eshitadigan gapimiz. O'shani o'qidimmi? Sani yoshingdami? O'shani aytasiz. Ha, значит o'qimanman, sen ko'rasizmi? Ha, aytur. Anu savol berib aytishadi, men sani yoshingda mana bunaqa qilgan edim, dam. Kattalardan eshitamiz-ku. Yo'q, endi kattalarning hurmati, lekin shunaqa tuppoy gap. O'sha vaqt bu o'sha vaqt. Bizani vaqtimiz совсем boshqacha. Bizani vaqtimiz ancha qiyinroq ularning vaqtlari. Ancha qiyinroq bizani vaqtimiz. Oldin oddiy kvartira sotib olish uchun 3 yil ishlash kerak, 3 yil puliga kvartira sotib olavering. Hozir qattiq 3 yilda ishlab kvartira sotib olasiz. Endi основной massani hisobga olgan taqdirda. Oldin biza qilgan yo'q, oldin osonroq edi. Ya'ni endi biza SSR paytini hisobga oladigan bo'lsa, yengilroq edi. Bizani paytimizda juda qiyin yoshligiga. Men ham shu fikrdaman. Men ham ko'p aytaman, shu narsa to'g'risida ko'p sport qilaman-da. Ne, menga anu keluvdi menga. Qaysi? Erkak kishini omadi bilan o'ynashmaydi. Qilgatdi-yu. Anu nima edi? Voy, Evil Show bilasizmi, blogeri, voy, rasm mazza qiladi, dema shu gaplarni gapirib. Erkakni rasm kulaman degan gaplarga, tuppoycha gap. Qanaqa omad? Omad bu 1% da. 99% harakat. Omad shu omadga 99% harakat qilsang nimadir tug'iladi mana. Нет, вот, я считаю, что omad bor. Да. Why not? Безусловно, да. Есть. Но unga как бы yana o'sha intervyuga qaytaman-da, rus anaqasini ko'rdim dedim-ku boya. Что он говорит? Нужно быть готовым. Да. Что? Да. Gapingizga to'liq qo'shilaman. Нужно быть подготовленным u omadni ushlab qolish. Да. И не просто omadni ushlab qolish uchun, shundan bu omadni ko'rishing uchun, tushunishing uchun, bu omadligini bilishing uchun. Mana shu sanda bu omad tushunishmi bo'lsa, hech kim bilmaydi. Ya'ni ular qanaqa qilib muomala qilishni bilish kerak omad bilan. To'g'ri. Biliming bo'lmasa omad yoningdan mana shunda tursa ham ko'ra olmaysan-da, bu foydalana olmaysan bu omad bilan. Tushunmaysan omadligini. Buni ham tayyor bo'lish kerak albatta. Вот так вот. Tinmasdan kelyapti. Keyin deb qolasan-da. Как бы я мог с этим? Как бы я мог бы поступить? Ming marta kelyapti. Voy, har kuni eslab turaman bir xil voqealarni. Nimalar bo'lib ketardi? Afsus erkakga как норм или? Да нет, норм. Норм, Конечно. Bekor mashina qilmanman degan narsa. Нет, норм, что, bekor, hamma odamda bo'ladi, nimasi yomon. Норм. Ko'p uzoq garevach qilasizmi? Yo'q, zачем? Какой смысл bo'ldi o'tib ketdi? Qarang, o'zi qanaqa problemalarga qanaqa qaraysiz? Misol uchun, menda kimdir menga problemasini desa, men o'shani o'ylab yuraman. Uzoq o'ylayman. Даже meni yaqin odamim bo'lsa, u imенно men o'shani problemasi bilan yashayveradigan odatim bor-da. Misol uchun, menda sizda qanaqa? Yo'q, menda ham bu narsa bor. Bu narsadan o'zimni uzoqroq qilishga harakat qilaman va уже sekin-sekin o'xshashni boshlayapti. Kerak emas narsa deb o'ylayman. Birovni muammosi bilan yashash. Qo'lingdan kelsa yordam berishni ber, qo'lingdan kelmasa agar nima qilasan o'ylab. Haqiqatan, chunki birovning muammosi bilan o'ylanib yurib, balkim qo'polroq eshitilyapti, balkim nepravильно eshitilyapti, lekin haqiqat o'zingning muammolaringni qolib ketadi. Qo'lingdan kelsa yordam ber, iloji boricha, lekin qo'lingdan kelmasa nima qilasan o'ylab yurib, smysl yo'q-da narsa. O'zi ko'p yordam berasizmi odamlarga? Odamlarga ora-chorada. Mushularga yordam beraman, kushularga yordam beraman. Men ularga pul tashiyman, operatsiya kimdir mashina urib ketdi, pul yig'ib tashab qo'yaman. Odamga ora chorada lekin yo'q.
Chunki odamlarga yordam beradigan odamlar juda ko'p. Religiya sizda... Juda qiyin, juda qiyin. Нет, juda я qiyin. почему это спрашиваю? Chunki ehson qilib turish, hozir mana siz aytayotgan gaplar bu musulmonchilikda bor. Xristian anaqasida bu bormi, yo'qmi, men bilmayman-da bu narsani. Bor. Bormi? Albatta bor, lekin men ochiqcha gapiraman, o'zimda yasolmayman, o'zimni dinimni juda yomon bilaman. O'rganmaganman, bilmayman. Bilmayman. Просто правильный taraflama o'zimni qanaqadir Siz xristiansiz. Ha. Bu ehson anaqasi o'zi вообще привычкasi sizga, наверное, o'sha yana anaqadan kelib qolgan. Da. И siz bu bilan shug'ullanib turasiz. Da. Super. Albatta. Chunki, например, bir xil aytadi, odamlar ko'p-u, nimaga odamga yordam bermaysan? Balo, endi odamga yordam beradigan odamlar ko'p. Odam hech bo'lmasa muammosini ayta oladi. Boshqa odam, anu mayda ukalarimiz ko'chada yurib, yordam muammosini hech kimga ayta olmaydi. Endi men shunaqaman. Endi uzr kimdir. Ha, hayvonlarni yaxshi ko'rasiz. Da. O'zingizda bormi? Albatta. Boqib olganman, priютdan boqib olganman. Nima kuchuk? Mushu. Siz hayotingizda amal qilib yashaydigan asosiy prinsipni ifodalovchi sevimli iqtibos yoki ibora, ikki og'iz so'z. Lekin o'zbek tiliga tegida tarjima qilib qo'yasizlar, iltimos, chunki sal qiynalib qolaman. Живи сам и жить давай другим. Mana. O'zing yasha va qolganlarga ham yashashga ber. Da. Ну, endi bunda sal bu дословный перевод, smysli qochib qoldi, lekin smysl bor, juda sal o'ylab ko'rsa, juda katta smysl bor. O'zing yasha, boshqa odamlarga ham yashagani qo'y. Все. Yaqin o'rtog'im bor dedingiz, 2-3 ta. Da. Hozir telefon qilsangiz ko'taradimi? Da. Bitta savol bera olamizmi ularga? Da. Давайте позвоним. Так. Telegramdanmi? Telegramdan. Farhodjon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jigarim, hozir men bitta podkast edim. Mana vedущийларim, mana bratlar bitta savol senga bermoqchi. Iltimos, mana. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xormang aka, charchayapsizmi? Salomatligingiz yaxshimi? Uzr, bezovta qildik sizni. Rahmat. Bemalol aka. Aka, sizni eng yaqin og'aynilarimdan bittasini tanishtirdilar-da. Xuddi shunaqa. O'shanga bitta dona savolim bor edi. Esingizda qolgan, agarda imkoni bo'lsa, hattoki ko'z yosh bilan eslasa bo'ladigan shunaqangi postupklarini aytib bera olasizmi? Bitta bo'lsa ham. Mujskoy postupk. Mujskoy postupkmi? Bular tarafdan sizga qilingan mujskoy postupk. Или вообще kimgadir qilingan. No, sizni shunchalik shunaqangi mujskoy postupk bo'lganki, sizni xotirangizda qolgan shu narsa, okay? Unaqasi ko'p. Bizning javobimiz bir xil chiqish kerakmi yo men Yo'q, o'zingiz esda qolgan. 2015-yil ozgina pul bilan muammo bo'lganda indamasdan hal qilib yuborgan. Moliyaviy masalada. Moliyaviy masalada berganimni olmagan. Aha. Moliyaviy masalaga bog'liq bo'lmagan. Moliyaviy masalaga bog'liq bo'lmagan. Unaqasi ko'p, juda og'ir paytlarda bitta zvonok bilan kelib turib bergan. Qo'lidan hech narsa kelmasa ham liboyga kelib turib bergan odam. Tushunarli. To есть Unaqasi ko'p eslaymansa. То есть kruglosutka bir-biringizni tayansanglar bo'ladigan shu darajadagi eng yaqin odamingizki. Shunaqa. Super. Javobingiz uchun rahmat aka. Minbar uzra yana bir marta bezovta qildim. Yo'q, bemalol. Bajonadim. Rahmat. Farhodjon, katta rahmat. Yana gaplashamiz. Jonim sog' bo'lsin. Xudo xohlasa. Hozir nimaga unaqa bo'ldi? Men hozir gapingni bo'lib qo'ydim, telefonni oldilar-da. Nima emas-ku? Shunaqa har doim shunaqa gaplashasizlar o'rtog'ingiz bilan. A как? Значит, gap noto'g'ri ekan-da. Endi biz endi anaqa qilamiz,
tit qo'yamiz, обязательно. Nima gap deydi? Mana Qarang. shu narsaga qarab qaraysiz o'rtoqlarning ichida, o'g'il bolalarning ichida. Yo'q, bu normal hol, bu zo'r holat. Zo'r. Men gaplashamiz, lekin biza mana qanaqadir boshqacha urovenda-da. Ha. Anundan sal уже teparoq urovenda. Mani og'aynalarim ko'p hozir telefon, ey, Abdulloh bor, ko'p, lekin biza sal boshqacha aytayapman, yaqin. Ha. Boshqacha urovenda. Yoki shunaqasini topib qildingizmi spesialni misol? Aytdingiz, eng yaqinini dedingiz, mana eng yaqinini men sizga mana eng yaqinlaridan birini. Siz ular to'g'risida shunaqa nima deya olasiz? Nima desam bo'ladi? Lev. Mana qanday gapirsa bo'ladi? Mana tur beradigan постоянно прав. Нет, я не про качество, а про тот поступок, который запомнился вам на всю жизнь. Esingizda qoldi misol uchun shunaqasi. Yo'q, haqiqatan mana juda ko'p deb bir-biridan go'zal, endi bir originalnisini qaysini desam. Moliyaviy gapirmasam bo'ladi. Ishqilib neprav, haqiqiy 100% ga neprav bo'lib turgan holatlarim bo'lmagan emas, ko'p emas, bitta holatim esimda bor. Aytmayman, haqiqatan neprav bo'lganman, juda yomon ish qilganman. Bu bola shunaqa darajada справедливый bola, kerak bo'lsa akasi nimadir nesправедливый qilsa, gapiradi akasiga. Men uchun neprav holatimda bo'lgan tur berganman mana shu bola. Поддержка qilish kerak emas edi. Lekin tur beruvdi, chestini ustiga qo'yib. Siz поддержка qilishga loyiq bo'lmagan paytingizda hatto sizni поддержка qilgan odam. Loyiq, men o'zim поддержка qilmagan bo'lardim shu holatda. O'zini prinsiplariga Endi aytmoqchi edim shuni. o'zini prinsiplaridan voz kechib, meni yonimda turgan bola bu. Finans to'g'risida gaplashyapmiz-ku. Moliyaviy sizda nima deydi, поддержканgiz hozirgi kunda nimadan? Qanaqa o'zi? Bemalol aytganda, qayerda pul qayerdan topasiz hozir? Instagramdanmi yoki sizda sohangiz qanaqa yoki boshqa? Aytadi-yu, anu o'zingizga savol bermoqchi bo'lganingiz deb hozir o'shatdan yo'q, men to'g'risini aytsam, xotinim ishlayapti deydi. Xotinim zo'r pul topadi. Mazza qilib, anu shu ikkinchi xotinni topib olsam, mana shunaqa pul topadigan, вообще mazza qilishma kerak. Shu, yo, mana podkastim bor. Mana akamdagi aytdim, Rustos podkast, o'sha yerdan Xudoga shukr. Azam akam, katta rahmat, baraka topinglar. Ziyovuddin aka rahmat, 1-2 so'm orqalardan topib turibman, Xudoga shukr. Mana o'tdan pul kelyapti. Hozir to'g'risini aytsam, men свободный nimada qidiruvdim, ha? Da, в поиске, a tak. Shu faqat hozircha shu bitta kelib turgan, ora-chorada reklama kelib turadi, lekin mana shunaqa. Hozirgi boya aytgan gapingizga ko'p vaynerlar anaqa tashadi-ku, hozir shu temaga normal qarashyapti. Xotinidan qo'rqish, xotiniga nimadir anaqa qilish, bu ham baribir bitta propaganda-ku. Bu imенно shu erkakchilikka ta'sir qilayotgan narsa sifatida qaramaysizmi? Men shu narsaga shunaqa qarayman. G'alati bu. Xotinni hech qachon xotinidan qo'rqish kerak emas. Xotinni hurmat qilish kerak. Bu boshqacha narsa. Qo'rqish kerak emas, hurmat qilish kerak. Chunki ayolim manaman degan do'stimga qarang, shunaqa muammolardan chiqib keldi u birga ayolim bilan. Shunaqa nimalardan chiqib, hozirga mana qizlarni ko'raman, oyiga nech pul topish kerak? Mani oyiga erim 20-55 million dollar topish kerak. Ye onneni boshingga bir o'zi. Hozirgi ayollar endi hozir mana paroda bo'lib ketayotganlar, men muammoligiga kirib ketgan joylar men bilan hech qachon bittasi ham yashamasdi, chidolmasdi bunaqa holatlarga. Ayolim, sevaman seni, jonimdan ortiq, boringga shukr. Shunaqa qiyinchilikdan birga o'tdik. Okey. Vaqtimiz ham mana kam qoldi. Anaqa ko'ramiz. Blitz, ha. U Blitz emas bu. Anaqalarni ko'rganmisiz? Norm или стрёмini. Просто sizga bu norm или стрём. Xo'p, ketdi. Erkak kishini ota-onasi bilan 30 yoshdan keyin ham yashashi. Norm. Qiz bola yigitdan ko'proq pul topsa. Bizning vaqtimizda strom deyishga qaray norm. Chunki vaqtdan kelib chiqibmi? Chunki prosta bizlarni bitta savol bilan, bitta so'z bilan javob berish kerak. Norm. Men tushuntirib o'tardim, nimaga norm? Do'stingizdan qarz olib, vaqtida qaytarmaslik. Endi Kuchinskiy ham, yo, не norm, strom derdim.
Norm. Norm. Do'stga norm. Do'stga norm. Erkak kishining yig'lashi. Endi norm deydi, chunki holat har xil bo'lishi mumkin. Norm. Norm. Qizni birinchi uchrashuvda 50 to'lashga majburlash. Strom. Va to'lash kerak. Hammasini to'lasin. Men taksida keldim. 50% yana to'laymanmi? To'lasin hammasini. Strom. aha. Instagramda boy hayot ko'rsatib, aslida unaqa yashamaslik. Strom de, tupizm. Erkakni o'zidan katta ayol bilan munosabatda bo'lish. Norm. Norm? Norm. Shaxsiy fikrim to'g'rimi? Da. Norm. Norm. Ishlamasdan ota-onasiga suyanib yashash. G'alati Bunda de. to'shni kaltaylardim hozir agar norm. Norm. Strom. Strom. Erkakni o'z muammolarini do'stlariga aytishi. Norm. 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 Da. Nimaga yo'q? Norm. Pul uchun yoqtirmagan ishda ishlash. Strom. Strom. Men uchun shaxsiy fikrim. Katta pul bo'lsa-chi. Juda katta strom. Kerak. Kerak, lekin strom. Strom. Yes. Jiddiyroq savollar bormi? Mak bo'lib qoladigan. Jiddiyroq savol tuzmadim spesialni. Bu bo'lay oxirida. Ладно, million obunachi bo'lganda yana bir marta kelaman, keyin yana. Обязательно. O'zi hammasi shunaqa bo'lyapti. Hamma kelayotgan mehmonlarimizdan shunaqa narsaga kelishyapmiz. Всё. Bu Shunaqa. podkastimizni maqsadi davomiylikda. Va keyin уже million bo'lgandan keyin qanaqa fikrlar o'zgarib, nimalarga erishdi. Siz qanaqa bo'lasiz? Keyin уже gaplashamiz savollar. Qaysi savol bering? Keyin men sizga tayyorlab qo'yaman, jiddiyroq. Shu gap. Super, sizga katta rahmat. Sizlarga ham rahmat. Festashkalardan olib qo'yaman, shu cho'ntaga. Bemalol. Baraka toping. Ko'navkarda akada. Vacha. Ko'p borasizmi? Voy, nima deyapsiz? Yo'q. Men Jinni bo'lib qolsa kerak, siz ko'navkarda ko'rib. Постоянно jinni bo'lishadi. Mana degan ancha muncha o'zbek yigitlardan ko'p borganman. Gapimga javob. Cho'tka. Chuchkuga jo'r bo'lmaganmisiz? Endi yo'q. Endi qarang endi. O'xshamaydi, lekin aytishuvdi bir marta bo'lasanmi, jinni bo'lsanda qarab yashagan. Va sizlar bilan zo'r mehmonimiz Grem Yevgeniy. Yaxshi odam. Ismdan chiqdi. Familiyam Fyodorov. Fyodorov, Yevgeniy Fyodorov bo'ldilar bugun suhbat uchun. Ajoyib suhbat uchun sizga katta rahmat. Rahmat. Sizlarga. Xudo xolasa, millionni urish qanchada plan? 3 yil. 3 yildan keyin 1 million bo'lganlardi. Yana Balkim tezroq. 3 yil lekin muddat o'zimga qo'ydim. Super. Rahmat. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling.